Bugun Milliy tiklanish demokratik partiyasi Jizzax viloyati kengashi tomonidan Til millat ko'zgusi aksiyasi o'tkazildi. Tilini qanchalik qadrlasak, shuncha kam. Rahmat. Rahmat, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat e'tibor uchun. O'zbek tilini qanchalik qadrlashimiz kerak? Yoshlarga qanday maslahat berasiz? O'zbek tilining rivojlanishi kelajak avlod qo'lida. Sizlar qanchalik tilimizni sevsalaring, uni sofligini asrab, avaylab, mana shu o'zbek tilimizni qanchalik qadrlasalaring, shunda o'zbek tilimiz yanada rivojlanadi. Tilimiz bu millatimiz ruhi. Assalomu alaykum. Ertaga qanaqa kun? Kim biladi? O'zbek tili kuni. Bayramimizda nechta o'nli harf bor o'zbek alifbosida? 6 ta. Assalomu alaykum. Milliy tiklanish demokratik partiyasidanmiz. 21 oktyabr o'zbek tili bayrami bilan partiyamiz nomidan kichik sovg'alarimiz bor edi. Qabul qilib olasiz. To'rtinchi moddasidan berilgan O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir.